Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz aktiv faoliyatchimiz Xalmurat Uyg'ur Elsoy yozgan Apamni izlab degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda biz Xalmuratning turpalliq akisi bilan birga Berlinga safarga chiqqandiki, yo'ldagi kechirmishlarini va o'y-xayollarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Bu qismda o'qiydiganimiz bo'lsa, Xalmuratning chet eldagi Uyg'urshunos tadqiqotchi va faoliyatchilar bilan ilib borgan faoliyatlari va suhbatlari. Berlindan Polshaga bir chet ellik do'stimning mashinasida birga mangdiq. Poznan shahriga u yerdagi bir universitetda ilib berilgan muhokama yig'iniga qatnashatdik. Yazning issig'ida havo tangshug'ichi buzilib qolgan mashinada o'tirib minish menga yurtim turpani eslatib qo'ygan edi. Adash, mashinani minishdan burun tekshirib o'ngshassangiz bo'lmamdi, deb chaqchaq aralash qaqshidim do'stimga. U sarg'uch soqollarini silab qo'yib, ko'zoynakini burnining ustiga ko'tarib qo'yib menga qaytirib, turpaliq turib, mushunchalik issiqqa chidamagandikin o'g'am bola. Finlandiyalik bo'lib ketibsiz jumu. Qarang, chochlaringizmi sarg'ishqa boshlabdi, deb chaqchaq qildi Qashqar talaffuzida. Shimoliy Yevropalik bu chet ellik do'stimning Qashqarcha gaplar bilan chaqchaq qilishlari, otush xalq naqshlarini aytishlari odamga xuddi "Mao adash rostli Qashqarda cho'ng bo'lgamdimi?" degan gumonni silib qo'yatdi. Voy adash, birga birni tegishimiz. Sizni Qashqarlik qilib o'tkashga, menmu Shimoliy Yevropalik bo'lib oldim. Uyg'ur degan odil ish qilamiz, deb qo'ydim. Yo'l bo'yi har xil chaqchaqlarni qilishib, Uyg'urcha naqshlarni anglab, do'stim bakrak hayajonlanib ketsa, mashinadan chiqayotgan naqshini to'xtatib qo'yib, o'zi naq maydonda naqsh aytib bersa, anglab, tezla Poznan shahriga yetib keldik. 2019-yili chet ellik do'stlarimiz Uyg'urlarning ahvolini Yevropa va Amerikada anglatish uchun un-tunsiz to'kpa qo'shib, bek aldirash bo'lgan yil bo'lsa kerak. Shundaq yig'ilishlarda, shundaq yig'inlarda ular bilan ko'p uchrashdik. Chet ellik do'stlarimiz degan gapni yozganligimni u do'stim ko'rsa haqiqatan. Voy adash, chet ellik demang juma bizni. Qashqarning o'g'on bolasi deyman, deb chaqchaq qilib meni kuldirdi. Ular bilan shundaq chaqchaqlarni qilishib kulishimiz ko'rgan kishilar bular nimancha xushaldi deb havas qilishi mumkin. Amaliyotda ruhiy bisim bu zulmatli kunlarda bevosita hujum nishoni bo'lgan Uyg'urlarning psixikasini emas, Uyg'urlarni o'z qarindoshlaridek suyadigan shu do'stlarimizning psixikasiga og'ir ta'sir qilgan edi. Ular bilan vatandagi go'zal kunlarni eslashatdik. Ular do'stlarga bo'lgan sevginishni, ana yurtimizdagi yaqinlik kishilarga bo'lgan sevginishni, Uyg'ur yurtining ko'chalarida mingishni, Uyg'urlarning oshxonalardagi mazali taomlarni sevginganligini aytishatdi. Qayerlarda qanday kunlarga mahkum bo'lganligi aniq bo'lmagan do'stlardan andish qilib, hatto ko'zlariga yoshlar oladi. Ular amaliyotda boshqalarga o'xshashla jim turib olsa, Xitoy anglashni xohlamaydigan so'zlarni qilmagan bo'lsa, o'zlarining tadqiqotlarini Xitoyni urkitmay, aksicha Xitoyning mablag'i bilan davomlashtirib ketavergan bo'ladi. Ammo ular shu narsalarni voz kechishni tanlagan edi. G'arbdagi universitetlar uchun Xitoy mablag'ining qanchalik muhim ekanligini universitetlarda o'qigan yoki shu haqda izlanganlar nihoyat yaxshi tushunadi. Uyg'ur uchun har qaysi universitetlarda faoliyat o'tkazayotgan Uyg'ur do'stlarining qanchalik bisimlarga uchraydiganligini ularning bir yerga yig'ilganda qilishgan so'zlaridan anglab, ularga bo'lgan do'stlik hissiyotim texmo kuchayatdi. Universitetning idoriya ishxonasidagi hiliq ayoldan bak zerikdim. Uning yeniga Uyg'urlar masalasi to'g'riliq muhokama yig'ini o'tkazish planini ko'tarib kirsam, u qog'ozni qo'liga olib uzundan uzun qarab turgandan keyin menga qarab, "Kechiring, mushundaq faoliyatlarni o'tkazishning universitetni mablag' solg'uvchilar oldida qanchalik qiyin ahvolga qo'ydiganligini bilamsiz?" deb ko'zimning ichiga qarab turdi. Menmi uning ko'zining ichiga qarab, jazo lagerlarida sendek, mendek ayollarning qanday og'ir kunlarni ko'rayotganligini, ularning har bir minutining qanchalik qiyin ahvolda o'tayotganligini bilamsiz, dedim. Bek achchig'im keldi. Har qatim bir faoliyat qilish uchun, shundaq ruxsat olish uchun jafoliq kurashlarni beshimdan o'tkazib, yerib ketdim.
Bu qitim to'xtamim to'shqanda, ular nihoyat xushallik bilan meni boshqa universitetga tunishtirib qo'yamdikin, deb kuldi o'tira yoshlik chaqchaqchi ayol. Uningga agishibmi boshqalar o'xshashib qoldigan hikoyalarni aytishib, o'zlarini qiyin ahvolga tushirmoqchi bo'lganlarni masxara qilishib kulishdi. Ular balkim birər yil bir shaharda yashagan, shu chaqda balkim bir qancha oy do'st bo'lib izlashgan Uyg'ur do'stlari uchun o'zlarining hayotini butunlay o'zgartirishni tanlagan. Dunyodagi ikkinchi kuchli iqtisodiy gavdaning o'zini dushman deb tunib qilishiga, tadqiqotlarining shu sababdan qiyinchiliklarga, to'sqinliklarga uchrashiga pisand qilmagan edi. Kallamga o'zini tug'ib, ikki olqiniga elib, biqib cho'ng qilgan ota-onasi uchun mushu chetdalik do'stlarimiz qilganning 10dan birini qilishga petinolmayotgan qarindoshlarim kelib, silishtirma bo'lib meni qiynab qo'ygan edi. "Yaxshimsiz, 100 tirana ko'rishganimdan xush bo'ldim", dedi egizbo'y shalong seriqchash yigit. Bu yigit men taniydigan chetdalik do'stlarim ichida Uyg'ur va qozoqlar uchun eng ko'p badal to'laganlarning biri edi. Jazo lagerlarini hujjatlashtirishi to'g'riliq har qanday yerda, har qanday tadqiqotchi mutaxassislar orasida so'z bo'lganda, bu yigitning "Shohid biz to'g'ri tilga ilinmay qolmaydi. 2018-yili iyulda Atayurt tashkiloti Qozog'istonda qurilib, guvohlik videolarini ishlashga boshladi. Avgustdan boshlab bizning Finlandiyada anga ilingan Uyg'urlarga yordam nomli tashkilotimiz Lola qatorliq fidoyilarning kech-kunduz harimay fidokorlik ko'rsatishida Uyg'urlarning guvohlik videolarini yig'dik. Sentabrda Shohid biz uchur ombiri qurildi. Bu xizmat bu egizbo'y salmoq talaffuzda gap qilgan, kulimsirabla turadigan do'stimizning harimay fidokorlik qilishida amalga oshdi. Şunlaşqa jazo lagerlarini hujjatlashtirish xizmatida Ana yurt, Uyg'urlarga yordam va Shohid biz degan nomlarni hamma yerdan degudek uchirtish mumkin edi. Şunlaşqımı shu vaqtgacha birlikda hamkorlashib, bir cho'ng turning ichida ishlagan, ammo texcha yuz ko'rishib boqmagan bu yigit bilan tunji ko'rishganimda xuddi uzundan tuniydigan, uzun yillar ko'rishalmagan do'stimni ko'rgandek hayajonlandim. Uning ko'zoynigini har qatim o'ng qo'lining ko'rsatgich va bosh barmog'i bilan metal ranglik ramkasidan tutib, usti-osti qilib burniga qo'ndirib, ko'zini bir shipag'ishtirib qo'yib, pishiq Uyg'urcha talaffuzda oldirmay so'zishi odamni ba'zida toqatsiz qilib qo'yadi. Uning masalalarga ishkilanmay, o'zining tanqidiy qarashlarini bayon qilishini yoqtirmaydim. Hamma gaplariga qo'shilib ketmasam-mu, uning bilan fikrlashishni yoqtiratdim. "Birodar, sizni KGB evetdimi yoki CIA evetdimi?" deb chaqchaq qildim. U o'zining iqtisodiy va vaqti bilan boshlagan bu ishni i'ona yig'ish orqali davom qilayotgan edi. Uyg'urlarga o'xshashla qozoqlarmi shundoq rivoyat tusini olgan mulohizlarga va g'aybatlarga ishonishga omroq edi. Bulubmu bu do'stimizga o'xshash hech qanday bir universitetga, tadqiqot markaziga bog'lanmagan, qo'lida ikki davlatning pasporti bo'lgan kishilarni shundoq tasavvur qilishi texmo mantiqli bilinsa kerak. Shundoq gaplarning bozori bakroq bo'ladi. Qozoq do'stlarimdan bu do'stimiz haqida shundoq rivoyatlik so'zlarni anglab, ba'zida ular bilan o'zimizning tasavvurga ishonib kulishib ketdik. Shunlashqa uningga shundoq chaqchaq qilib qo'yatdim. Umu o'zi haqida shundoq gaplarning bo'lganligini bildiganligi uchun mening chaqchig'imga kulib qo'yatdi. "Xalmurod, bizning qozoqlar materiallarini tayyor qilib, Yevropa ittifoqiga, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga sunadigan bo'ldik. Sizning tashkilotingiz Uyg'urlarning materiallarini tayyorlasa, ikki tarafdan sunsak yaxshi bo'ladi", deb telefon berdi bir qozoq yigit. U o'zini ota yurtda fidoyi bo'lib ishlayapman deb tunishtirgan edi. Uningdan gumon qilmadim. Uzoq mungdashgandan keyin yodimga ajab tunmaydigan biri bilan so'zlashib ketdimmi deb gumonmu tushib qolgan edi. Chunki ba'zida menga Urumchidan yolg'on fidoyilar shundoq telefonlarni qilib, mening qilayotgan ishimning qayerdan qayergacha kelganligini bilmoqchi bo'lishadi. Ularning chet elni qanchalik tushunganligi haqida oz-to'la so'zlashgandan keyin ularning qayerdan telefon qilganligini qiyos qila oldim. Shundaqdimi chandırmasdan so'zim davomlashtirib, ularni ba'zida jiddiylashtirgan yolg'on gaplarni qilib qo'ysam, ba'zida ularni bexudlashtirgan so'zlarni qilib qaymoqtirishga tirishatdim. "Xalmurod, men sizning tashkilotingizda aktiv bo'lib ishlashni o'ylayman. Bir oygacha Finlandiyaga borman", deb telefon berdi bir qiz chiroyli Uyg'urcha talaffuzda.
Uning ahongidan qayerdan ekanligini faraz qilishim tas bo'lgan bo'lsa-mu, ammo uning vatanda turib menga o'zini boshqa yerda ko'rsatib telefon berayotganligini qiyos qilgan edim. Uning bilan bir qancha qitim so'zlashgandan keyin uning amaliyotda Urumchidan telefon berayotganligini bilib oldim. Qarshi tarafning VPN'ni ishlatayotganligini va mening ovozimni unga elayotganligini har qitim eskartib turadi. Men ishlatayotgan telefon detali. Sizlarga shundoq yolg'on telefonlar kelib turamdi deb so'radim chet ellik do'stlarimizdan. Ularmi shuning o'xshash parakanda telefonlarini ba'zida topshirib oladi ekan. Xitoyning parakanda telefonlari qaraganda Uyg'urlarning gap so'zlari meni bekroq beorom qiladi, dedi egiz bo'y do'stim ko'zini yo'g'on ichib menga hayronlik degan chiroy ifodasini ko'rsatgach. Uning so'ziga hayron qolmaydim, chunki shundoq tuyg'uda menmu bo'lgan edim. Adash, bu Uyg'urlar nima ish qilib berdi? Ajab deb ketdi, irqchilik qilmanglar deb. Dedi biri menga telefon berib, o'zining u do'stimning ijtimoiy mediada yozgan ba'zi yozmalarga norozilik bildirib, uning hissiyotini va andishasini to'g'ri tushunatdim. Telefon qilg'uchi Uyg'urlarning irqchi atilib qilishidan andish qilib, Uyg'urlarning obrazini xunuklanishini xohlamaydi. Amaliyotda ularning ikkilisining andishasi o'xshash edi. Faqatla masalani hal qilishga bo'lgan tanlashi o'xshamaydi. Biri masalani oshkorlamay, vaqtning o'tishi bilan hal bo'lishini o'ylasa, yana biri masalaning munozara orqali hal bo'lishiga ishonadi. Ammo Uyg'urcha ismi Olimjon bo'lgan bu do'stimning biz uchun qilgan xizmatlarini telefon qilg'uchining tunmasligi meni beorom qilgan edi. Uyg'ur emas, ammo Uyg'urlar uchun, qozoqlar uchun o'zimizdami ko'p ajr qilayotgan, mehnatsiz to'kpa qo'shayotgan do'stlarimizning qanchalik badallarini to'lab bizga qilayotgan yordamini davom qilayotganligini ularning orasida turib ko'rguchi shohid bo'lish supatim bilan ularning davrang solmay qilayotgan xizmatini millatimning bilmay ularning qilayotgan xizmatlarini mansitmasligi, hatto ularning shaxsiyatiga tegadigan so'zlarni qilishi meni azoblagan edi. Ba'zida men nemishqa hozir qilayotgan ishimni davomlashtiraman deb o'zimdan so'rab qolaman. Men har kuni 14-15 soat haqsiz ishlab, o'zining millati, o'zining qarindoshlari lagerlarda azoblanayotgan shu kishilarga telefon berib, ularni guvohlik berishga da'vat qilib, ularning 5-10 minut vaqtini chiqarishni talab qilib yelinaman. Men bir qancha yil aralashgan do'stlarimning ularning uyiga berib ichgan birchina oshning mehri bilan shu sodda va mehmondo'st kishilarning jazo lagerlarida azoblanishini xohlamay, hayotimning eng go'zal yillarini shularni qutqizish uchun sarf qilishga rozi bo'lib, har kuni orqamda men turayotgan davlatning ishbiyonlarining agishib yurishiga pisand qilmay, barliq mumkinchiliklarim bilan qo'limdan keladigan aqlim yetgan barliq choralarni qilyapman. Ular ikki parcha rasm chiqarib qo'yib, yilda 1-2 qitim bo'ladigan namoyishga berib qo'yib, Twitterda hafta 10 kunda bir parcha narsa chiqarib qo'yib, o'zining hayotini davom qilib ketyotdi. Shularning qandoqligini ko'rib, menga nima qo'ydi deb o'ylab qolaman, dedi do'stim uning bilan muhokama yig'iniga qatnashqil borgan chog'da bizga o'rinlashtirgan uyda mungdashqinimizda. Uning deganlaridek shundaq ishlar menimi shundaq o'ylantirgan edi. Menimi charchitgan, meningmi aktivligimga ta'sir qilgan edi. Uningga qandaq tasalli berishni bilmagan edim. Billa o'ltirgan do'stlarimizmi o'xshashla tuyg'ularda bo'lganligini deyishib, bir hazo g'ayvat qilishgan bo'ldik. Bir qitim G'uljiga bir yeziq bordim. U yerda hech kim tanımaydim. Bir buvaydan yo'l so'ray deb yeniq borsam, tushlik tomoq vaqti bo'ldi. Juruq, billa tomoq yegash gaplashayli deb meni uyiga taklif qildi. Ma'qul deb kirdim. Lag'ma etibdikan, baxti etib ketdi. Xuddi o'zimning cho'ng dadisining uyiga kirgandekla bo'lib qolgan edim. Kech bo'lganda qo'shnilar kirdi. G'ulji xalqi naqshlarini aytdi. Usul o'ynadik. O'xshagan tomoqlardan mazza qildik. Men xuddi azaldilla shularning orasida yashayotgan biridek, hech kim menga alohida muomala qilmadi. Hech kim meni yod ko'rmadi. Shu kishilarning yuzidagi tabassumning so'lg'inlikqa almashganligini, kulkisining yig'iga, naqshlarining motamga almashganligini, shu sodda kishilarning lagerlarga sulanganligini tasavvur qilsam-mu, ichimdan titrak bisib, ko'zlarimga yosh keladi deb ko'zdagi yoshlarni yushirdi yana bir chet ellik do'stimiz.
Biz üstelni cho'ridab o'ltirgan bu kishilarning ba'zisi Amerikalik, ba'zisi Angliyalik, ba'zisi Germaniyalik, Fransiyalik, Daniyalik, Shvetsiyalik, Kanadalik edi. Ularni bog'lab turg'ini shu Uyg'ur bovaylarning tabassumi, shu Uyg'ur qizlarning nozik usullari, onalarning mazlik taomlari, yigitlarning xush chaqchaqlari edi. Ularning ba'zisi xristian, ammo ko'pinchisi dinsiz yoki agnostik edi. Ularning Uyg'urlarga yordam qilishi hargizmi diniy majburiyat yoki qandaqdir siyosiy gavdaning istixborotiga bo'lgan sadoqat emas, balki Uyg'urlarga qozoqlar bo'lgan insoniy muhabbati edi. Ular 80-90-yillardan boshlabla Uyg'urlarga oid kitoblarni yozgan. Uyg'urlarning iqtisodiy ekspluatatsiya, milliy kamsitishga uchrayotganligini ilmiy nuqtadan tunishtirgan. Uyg'ur millatining o'tmishi, hoziri va kelgusini o'z tasavvurida dunyoga tunishtirgan. Mantiqi Uyg'urlarning taqdiriga o'zim Uyg'ur turib, haqiqiy ko'ngil bilishga petinolmagan vaqtimdan boshlabla bu kishilar Uyg'urlar haqida yozgan kitoblari, maqollari sababli Xitoy hukumatining mushkulchiliklariga uchragan. Tadqiqotlar uchun bo'lgan safarlari taslashtirilgan. Tadqiqot turlari qiyinlashtirilgan edi. Tadqiqotchilar bilan faoliyatchilarning orasida zo'r farq mavjud. Ammo jazo lagerlari sababli tadqiqotchilar bilan faoliyatchilarning orasida farq yo'qdek bo'lib qoldi. Bizning o'rinlashtirgan faoliyatlarimiz Uyg'urlarni tadqiq qilgan tema bilan ularning hozirgi ahvolini tunishtirgan faoliyati bo'lib qolyotidi. Ilmiylik betaraf bo'lishni talab qiladi. Ammo Uyg'urlar bilan Xitoy hokimiyati orasida betaraf bo'lish mumkin emas. Betaraf bo'lish sukutdan derak berdi. Sukut zulm qilg'uchi bilan bir safda turganlik bilan barobar. Ziyoli bo'lish sifatimiz bilan zulmga yo'q deyilmasak, ziyolilik axloqiga, sadoqatiga xoinlik qilgan bo'lamiz. Shunga biz toki zulm oyoqlashqicha un-tunsiz xizmatimizni davom qilamiz, dedi yana bir do'stimiz. Ularning fidokorlik ruhi meni ta'sirlantirgan. Nimaning haqiqiy insonlik ekanligini, nimaning haqiqiy sadoqat va do'stlik ekanligini yana bir qitim menga tunutgan edi. Men jannatga kirish uchun emas, balki do'stlarimga bo'lgan sadoqatim, shu Uyg'urlarning, qozoqlarning yuzdagi g'uborsiz tabassumlari uchun ishim davom qilaman. Hech kimning xizmatlarimizni muayyanlashtirishni, bizga to'n va do'ppa kiydirishning hojati yo'q. Shu kishilarning yuzdagi g'uborsiz tabassum biz uchun eng cho'ng mukofot, dedi yana bir do'stimiz. Ularning Uyg'urlarning yangi obrazini yaratish uchun elib borgan faoliyatda qanchalik jafoli xizmatlarni qilganligiga shohid bo'ldim yoki quloq shohidi bo'ldim. G'arb dunyosida Uyg'urlarni qo'llashni qo'lga keltirish uchun ularning har qaysi davlatlarning hukumatlariga sungan materiallari, siyosatchilar bilan ko'rishgan chog'da deyishgan gaplarni biletdim. Shundaq temalar to'g'riliq ba'zida telefonda ular bilan uzundan uzun mungdishib maslahatlashdik. Xitoy Uyg'urlarni diniy oshqin deb ko'rsatib, boshqalarning Uyg'urlarga hesdoshlik qilishni oldini to'smoqchi. Xitoy ko'p taraflamalik to'liq plan bilan harakat qiladi ekan. Biz Uyg'urlarning obrazini xunuklashtirish, alvoslashtirish harakatiga qarshi turib, barliq mumkinchiliklar bilan Uyg'urlarning zamonaviy bir millat ekanligini tunishtirishimiz lozim. Demismi Uyg'urlar hozirgi zamondagi har qanday bir madaniy millatdan qilishqidek yer yo'q, madaniyatlik millat deb o'zining Uyg'urlarning yangi obrazini yaratish faoliyatining muhimligi to'g'riliq qarashlarini bayon qilgan edi bir do'stimiz. Biz garchi bir tashkilot yoki guruh bo'lmasaqmi, ammo o'xshash nishonda o'zimizning kuchining yetishicha barliq mumkinchiliklardan foydalanib, Uyg'urlarning yangi obrazini g'arbga tunishtirish harakatini 2 yildan ortiq davom qilgan edik. Xitoy Uyg'urlarning diniy e'tiqodidan boshqa hayot ma'nosi yo'q bir turkum oshqun dinchilar, hatto asabiylar deb tasvirlab, o'zlarini Uyg'urlarning madaniyatini asabiylikdan qo'g'dayotgan qo'g'dug'ishlar qilib ko'rsatib, Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan chekdan oshgan zulmini haqliq ko'rsatishga tirishayotgan edi.
Xitayning har bir qadami ehtiyot bilan besilgan bo'lib, o'rtaq bir siyosiy gavdisi bo'lmagan, mustaqil aql ombiri bo'lmagan Uyg'urlarning mushu chet ellik Uyg'urshunoslar, Xitoyshunoslik va boshqa tadqiqotchi do'stlari bo'lmagan ahvolda sistemalik qarshilikni tashkillashilishi balkim tas bo'lishi. Shundaq bir o'rtaq aqliy tushunchada cho'ng tipli qarshiliklarni tashkillab aminlashtirishi faqat o'ziga tayonganda mumkin bo'lmasligi mumkin edi. Iz tutaksiz bu jangda ko'zi ko'rinmay, ün-tünsiz tökbə qoşuyotgan bu kişiler jazo lagerlarining mavjudligini isbotlash, Xitoyning Uyg'urlarni umumiy jihatdan nishon qilib, Uyg'ur milliy mavjudligini yo'qotishni maqsad qilganligini boshqalarga tunishtirib, fikr eqimi yaratish va siyosatchilarning bu ishga ko'ngil bo'lishini qo'lga keltirish qatorli xizmatlarni hormay davom qilayotgan edi. Xalmurod, to'rga bir yerlarga berib qilgan faoliyatlaringizni chiqarmas bo'ldingiz-ku, dedi Uyg'urshunos do'stim men bilan aytishib, chaqchaq boshlash maqsadida. Yamonga yo'liqsang yarisi, qozonga yo'liqsang qarisi deydigan gap bor. Sizlar bilan orlashgandan boshlab qilgan ishlarimni optob qilishdan hayiqadigan bo'lib qoldim. Jiq ziyon soldingizlar menga, toza cho'lponliq huzurni surayotganda. Onun bilan ko'rishdim, o yerga bordim degandek rasmdan chiqarsam, madihilar yig'ib ketsa, o'ltirib o'qib huzurlandim. Ammo sizlarning qilayotgan ishingizlarni bilib turib, yana shunda qilsam, sizdek Qashqarlik bolalar bilan uchrashganda yuzimni silib o'ng'aysiz qilib qo'yishidan qo'rqdim. Dedim uningga chaqchaq qilib. Hammamiz birdek qaqoqlab kulishib, oraga shundaq misollarni ilishib, g'aybat qilishib, kayfiyatimizni ko'tarib olatdik. Davomlashayotgan bir zulmga qarshilik ko'rsatishning qanchalik qiyin ekanligini bilatdik. Mayli Uyg'ur bo'layli, yoki boshqa davlat yoki millat kishisi bo'layli, hammamiz shundaq bisimda. Do'stlarimizga, urug' tuqqanlarimizga bo'lgan seg'inishda qiynalatdik. Muhojiratda yashayotgan diaspora jamoatining tushkunlashish masalasi og'ir edi. Şoңlашqa ularni ümitlendirish, rag'batlantirish bilan birga qilgan ishlarimizda oshirmachilikdan xoli bo'lgan asosda ularni xabarlantirishda, tangpunlikni saqlashda masalalar ko'p ko'rilayotgan edi. Ba'zilar Uyg'urlarni g'azablantirish orqali ularning harakatga kelishini qo'lga keltirish uchun vatandagi ahvollarni amaliyotga yoki mantiqiga ancha uyg'un bo'lmagan shaklda tushuntirib, uchur berib videolarni ishlab tarqatayotgan bo'lsa, yana ba'zilar qandaqdir yerlar bilan ko'rishib, qandaqdir ishlar to'g'riliq ajoyib, g'aroyib maslahatlarda bo'lishganda ko'rsatib, rasmlarni chiqaratdi. Hayajonli nutqlar so'zlanib, millatning ruhini ko'tarishga tirishatdi. Ularning to'g'ri yoki xatoligini analiz qilg'im yo'q. Chunki nimaning to'g'ri yoki xatoligini hukm qilish shu vaqtdan o'tib ketgandan keyin kelgusida turib o'tmishga qaraganda ondan mumkin bo'ladi deb qarayman. Bizda hukm qilish, takabburlik va shuhratparastlik bizning masalalarga real nuqtadan yiqilishimizga, bizning ittifoqlashishimizga to'sqinlik qilayotgan eng chong to'salg'i bo'lishi mumkin deb qarayman. Ondaq kemchiliklarning balkim ruhiy holat desam texmi to'g'ri bo'lishi mumkin. Mendimi ba'zida bo'lib qolganligini e'tirof qilaman. O'zimning qilgan ishlarining muhimligini boshqalarning tushunishini ba'zida tama qilib qolaman. Ularning aksincha u ishlarni tushunmay, menga hujum qilishiga uchraganda tushkunlashib qolaman. Shundaq vaqtlarda ko'zimni ching yumib, dadam rahmatlik bilan billa bo'lgan chog'larni eslashga tirishman. Balam, yolg'iz qilgandek his qilgan vaqtingda yuragingdan chiqarib turib, yaratquching Allohga sig'inib duo qilgin. Shundaq vaqtda Allohga eng yaqin bo'la olaysan. Barliq nohaqchiliklarni, barliq his tuyg'ularingni duolaring orqali Alloh bilan o'rtoqlash. Duolaring ijobat bo'ladi. Allohdinmi ortiq ishonchli sirdosh topolmaysan. degan edi dadam rahmatlik uningga Samad cho'ng otamdan ko'rgan nohaqchiliklarni aytishga pedinolmay ichimga yutib yig'lab ketganimda. Boshlang'uchning 1 yoki 2 yilligida vaqtlarim bo'lsa kerak, opam Beyjingga ketgan edi. Otam o'gay opam bilan yangi to'y qilib, Turpan shahri Yor yezida shaxsiy doktorxona ichiyotgan. O'gay inim amdila tug'ilgan vaqtlar edi. O'zimni eng yolg'iz qolgandek his qilayotgan vaqtlarim bo'lsa kerak, hech kim bilan mo'ngdishishni xohlamas bo'lib qolgan edim. Ota-onaning yangi bolasi bor, endi sen bilan chattig'i yo'q. Opamni seni tashlab Beyjingga ketdi. Sen nima qo'yding o'chilikni?
deb peshonamdan ittirib atgan edi. Mening eg'iz garmonimni navri singlimning elib olganligini arz qilib, uning qaytirib berishini talab qilganimda. Manga 1-2 kun o'ynab zerikkanda qaytirib berdi. Deginiga unumay jahillik qilganligimdan ichi pushib. Hech kimga bo'zak bo'lishni xolamaydigan xarakterim bilan shu vaqtda uning bilan urushib ketgan edim. Shunlashqimi u menga uncha amroq emas edi. Meni ishtepibla yuradigan yog'och quloq deb hukm qilib bo'lganligi uchun mayli uningga yaxshi ko'rinish uchun qancha tirsammu, meni shundoq yog'och quloq deb hukm qilganligida ching turib, men bilan fikr almashtirishni, meni tushunishni xolamaydi. Shuningga o'xshash hukm qiladigan ishlarga 2018-yili o'zimni oshkorlab, faoliyat qilishga boshlagandan buyon ko'p uchirdim. Hech qanday ish qilmay turib, o'zining o'ylab olgan xiyollarini paket deb tunib, menga qarchaplagan kishilarni ko'p uchratdim. Shundaqlarning biri Turkiyada rampiza pishirib sotadigan, o'zini turpaliq davolgan bir urumchilik kishi edi. Opam jazo lagerlaridan chiqqandan keyin uning menga qilgan tuhmatini kishilarning WhatsApp to'plarida tarqitib yurishi, meni masxara qilgan yozmalarning, hatto turpaliqlarning to'plaridami eqib yurishi meni men qilayotgan ishlarimdan gumon qildirgan, hatto qo'limdagi barliq ishlarimni to'xtatish qarorini olishga, tengirqashga majburlagan edi. Shunday qilib, bu qatimliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qatim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.